Tulikani ko'rishimiz mumkin. Seyf hozir bu pozitsiyaga bitta o'zi kelib oldi. Tulikani hozir Molotov o'ziga ham zarar berishi mumkin edi. Menimcha orqadagi o'yinchiga ko'proq fokusni ko'rsata ola bilish kerak hozir. Demuerte o'yinchilari Zerichning holatida transport portlashi evaziga mana Demuerte o'yinchilarini tutib olish imkoniyati hozir bor. Tezroq harakat qilish kerak. Tapik Tulika birinchi nokni amalga oshirmoqda. O'zi yopilib ketishdan oldin Tulika mana Beka yopib yubormoqda Tulikani. Va ana endi Demuerte o'yinchilari uchun tezroq harakat qilish kerak. Ajoyib qayerga Tapik tomonidan uchmoqda. Kuzatishda davom etamiz. O'yinchilar agressiv holatga kelishgan va pushni amalga oshirishmoqda. O'yinchilarni esa Demuerte a'zolari o'zlarining sheriklarini ko'tarib olishni boshlab yuborishgan. Hozir agar ARR jamoasi o'yinchilari tezroq harakat qilishsa, Demuerte jamoasini yopib yuborishi mumkin. Diskrimni ko'tarib oldi FPG va o'z tagiga hozir diskrim dimlarni tashlamoqda. Bu dim qanchalik hozir foyda keltiradi, zarar keltirib qo'yishi ham mumkin. Aynan mana shu dim ichiga Tapik tomonidan xayashga uloqtirildi va ajoyib xayashga kelmoqda. Yopib yubormoqda va ARR o'yinchilari uchun bu to'p 1 bo'lmoqda.